Ana endi biz ushbu fayllarga, ya'ni arxivlagan fayllarimiz ichidan kerakli ma'lumotlarni chiqarib olishligimiz mumkin. Buning uchun biz albatta masalan WPS2 arxivini ichidagi ma'lumotlarni chiqarib olmoqchi bo'lsak, buning uchun o'ng tugmani bosamiz va 7zip bo'limidan o'tib, ushbu joyda "Распаковать" va WPS2 degan menyusini tanlashligimiz kerak. Buning uchun ustiga bir marta bosganimizdan so'ng avtomatik tarzda papkalar ro'yxatiga qo'shiladi. E'tibor bering. Endi bu papkamizni ichida unga arxivga solingan fayllarimizni ko'rishligimiz mumkin ekan. Endi keling siz bilan hozir biz WPS degan zip arxivimizni arxivdan chiqarishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga aynan 7zip programmasidan, menyusidan foydalanishimiz shart emas. Windows'ning o'zini standart "Излечить все" degan punktini tanlashimiz ham mumkin. Buni bosadigan bo'lsak, bizga quyidagicha oyna hosil bo'ladi. Bu oynada e'tibor bering, WPS degan papkaning ichida, D diskimizda va WPS degan papkaning ichida yana bitta WPS degan papka hosil qilishni bizga taklif qilyapti. Agar siz boshqa papkaga chiqarmoqchi bo'lsangiz, mana bu joyga boshqa papka deb yozamiz yoki o'sha siz qanaqa papkaga chiqarmoqchi bo'lsangiz fayllarni, o'sha nomni kirishingiz kerak bo'ladi. Endi mana bu joyda bayroqchani qoldirsangiz, mana shu papkani hosil qilgan holatda arxivdan chiqarilgan fayllarni sizga mana shu papkani provodnikda ochib beradi. Demak, "Излечить все"ni bosamiz. Ko'rib turganingizdek, arxivdan chiqarildi va papka hosil bo'ldi. E'tibor bering va papkaning ichidagi barcha arxivdan chiqarilgan fayllarni sizga ko'rsatmoqda yangi provodnik ochgan holatda. Endi bu provodnikni yopadigan bo'lsak, shu oldingi mana papkamizga qaytdik. Bu joyda esa boshqa papka degan papka hosil bo'ldi.